uchburchak usuli, ya'ni uchburchak usuli bilan hisoblashni o'rganamiz. Endi bizga yana shu delta deb nomlab olamiz. 3-tartib determinant berilgan bo'lsa, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 elementlar turibdi. Hop, buni deltani hisoblaymiz. Mana bu formula orqali delta 1 minus delta 2. Hop, delta 1 ni qanday chizib olamiz? Delta 1 teng xuddi shu elementlarni yozib chiqamiz. A11, A12, A13. Hop, endi mana delta 1 ni topishimiz uchun mana shu uchburchak oladigan bo'lsak, uchburchakni diagonallarini tutashtiramiz. Uchburchak diagonallarini nima elementlar turibdi? Ko'paygan A11 ko'paygan A22 ko'paygan A33 plus endi mana shu diagonalga parallel chiziqlar o'tkazamiz. Mana bu 1 2 bilan 2 3. Endi shu parallel chiziq orqali uchburchak yasab olaman. Uchburchak yasab olishim uchun o'z-o'zidan A1ga to'g'ri keladi, qarang. Mana uchburchak chiqdi, mana uchburchak yasab olamiz. Shu elementlarni ko'paytirib chiqamiz. A12 ko'paygan A23 ko'paygan A31 plus endi mana shu diagonalga yana to'rt chiziq o'tkazaman. Parallel, e'tibor qiling, parallel. Parallel tutashtirmoqchi bo'lsam A21, A32, A13, A13 ga keladi. Uchburchak yasamoqchi bo'lsam. Xo'p, nima ekan? A21, A21 ko'paygan A32 mana bu element mana uchburchak bo'lyapti-ku. A32 A32 ko'paygan A13. Endi bu delta 1 ni hisoblab oldik. Keling, mana bu yerdan delta 2 ni yo'q, mana bu yerdan delta 2 ni hisoblab qo'ysak tagidan. Delta 2. Delta 2 endi qarama-qarshi diagonal bo'yicha olasiz. A11 yana shu elementlar A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Shuni oladigan bo'lsak, qarang. Endi mana bu diagonal o'tkazgandik-ku boya. Boya aytganimizga chapdan o'ngga qarab o'qiladi. Endi o'ngdan chapga qarab diagonalni tutashtiramiz. Mana A13, A22 va nimada? A31. Hop, A13 ko'paygan A22 ko'paygan A31 plus endi shunga parallel chiziq nima deydi? A12 bilan A21 va o'z-o'zidan A33 ga boradimi? Hop. Mana shunday. Mana bunga parallel chiziq ketdi. Endi uchburchak yasab olishim kerak. A33 ga kelish kerak. A33 ga. Mana bunaqa. Uchburchak yasab olishim uchun demak ketdik. A12 ko'paygan A21 ko'paytirib A33 plus endi bundan kelsa yana bitta ikkita nuqtani tutashtirsam bo'ladi. Mana A32 bilan mana bu 32 bilan A23 ni va A11 ga keladi. A32 ko'paygan A23 ko'paytirib A11. Endi delta 1 dan delta 2 ni ayirib qo'yamiz bu yerda. Delta 1 ning elementlari nima edi? A11, A22, A33. A11 ko'paygan A22 ko'paygan A33 plus bu A12, A23, A31. A12 ko'paygan A23 ko'paytirib A31 plus A21, A32, A13. A21 ko'paytirib A32 ko'paytirib A13. minus endi bu pastga oladigan bo'lsak, hop, delta 2 ni olamiz. A13, A22, A31. A13 ko'paygan A22 ko'paytirib A plus
A3 3. A1 2 A2 1 ko'paytirib A3 3 plus va plus oxirgi ko'paytma qoldi mana bu yerda A3 2 A2 3 va A1 1 A3 2 A2 3 ko'paytirib A1 1. Mana shularni mana yulduzcha usulda hisoblashni o'rganib oldik. Bu yulduzcha usulda uchburchak usuli deb atalishiga sababi mana diagonal o'tkazib, keyin shu diagonalga parallel chiziq olib, uchburchak yasab olingani uchun ham uchburchak usuli deb ataldi. Mana endi sizlar bilan qolipni olib oldik. Endi o'tgan safargi videomdagi 3-chi determinantni uchburchak usulda ishlab ko'ramiz. Qani, yana uchburchak usulda ham javob shunaqa chiqadimi? Shu savolga javob beramiz hozir. Hop. Tozalab olamiz. Hop, endi boya narki videolarimizdagi determinant esingizga bo'lsa 1 2 1 1 0 ya 1 2 3 edi. 1 2 3 1 0 4 2 minus 1 1. Shuni endi delta 1 deb hisoblaylik. Boyagi usul orqali 1 2 3 1 0 4 va 2 minus 1 1. Hop, diagonal ketdi 1 0 1. 1 ko'paygan 0 ko'paygan 1 plus. Endi bunga mana shu diagonalga parallel chiziq o'tkazaman. 2 4 mana 2 uchburchak yasab olaman. Ko'rdingizmi? Uchburchak yasab, parallel chiziq o'tkazdim va shu chiziq orqali uchburchak yasab oldim. 2 ko'paygan 4 ko'paygan 2 plus. Yana parallel chiziq bor. Qaysida mana bu? 1 minus 1 3. 1 ko'paygan minus 1 ko'paygan 3 teng. Hisoblaydigan bo'lsam 16, mana bu 0 hisoblasak 13 chiqadi. Mana minus 3 16 dan 3 tayyorasiz 13. Endi delta 2 ni chizib olaman. Delta 2 1 2 3 1 0 4 2 minus 1 1. Delta 2 da qarangki diagonalda qarama qarshisi bilan olamiz. Ya'ni bunaqa 3 0 2. Demak 3 ko'paygan 0 ko'paygan 2 plus endi shunga parallel 2 1 mana bu 1 2 1 ko'paygan 1 plus endi yana parallel minus 1 4 1 minus 1 bilan 4 mana bu diagonalga parallel. Endi shunga uchburchak yasab olaman. Minus 1 ko'paygan 1 ko'paygan 4 teng. Natijamiz minus 2. Endi deltani hisoblashda formulasini bergandim sizga. Delta 1 minus delta 2. Ya'ni 13 minus minus 2 orqali. Yana qarab turibsizki javobimiz yana 15. Mana 3-chi determinantni uchburchak usuli orqali hisobladik. Uchburchak usuli yordamida hisobladik. Qarab turibsizki, har ikkala usulda Sariusning birinchi qoidasi, ikkinchi qoidasi va uchburchak usulida hisoblaganingizda ham natija bir xil chiqadi. Xo'p, endi sizga mana shu o'rganganlaringizdan qaysi biri ma'qul tushsa, o'sha usul orqali hisoblab ketamiz yoki sizga berilgan orqali har bir usullarda hisoblashni o'rganib olasiz. Xo'p, linear va algebra to'ldiruvchi usulni keyingi videolarimizda darslik qilib tashlaymiz. Siz o'rganib olasiz. Yanagi darsimizda ko'rishguncha xayr.